Assalomu alaykum. Bu hafta faqatgina salatlarning retseptini qo'yib boraman. Ayni hozirgi paytda baqlajonlarning sezoni, vitaminlarga boy, judayam mazali ham chiroyli chiqadigan salat tayyorlaymiz. Ko'rinishi ham, mazasi ham sizga yoqishiga ishonaman. Videoga bitta layk bosib kuzatishda davom etamiz. Salatimizni boshlaymiz. Bizga 3 donadan baqlajon hamda kabachkalar kerak bo'ladi. Bularni sovuq suvda yaxshilab chayvorib, xuddi videoda ko'rganingizdek yupqa qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Sabzavotlarimiz hamma vitaminlarini o'zida saqlab qolishi uchun yog'da qovurmaymiz, duxovkada pishiramiz. Bu orada gaz duxovkamizni yoqib, qizdirib qo'yamiz. Baqlajon hamda kabachkalarni xuddi shunaqa uzun chog'roqlaridan tanlasangiz, ruletlarni o'raganingizda chiroyli chiqadi. Baqlajonni ham xuddi shunaqa ingichka qilib to'g'rab olamiz. Mana hammasini xuddi shunaqa qilib tayyorlab olganimizdan keyin 3 dona tuxumni ichiga 1 choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Baqlajonlarni birinchi tuxumga botirib, keyin suxariga botirib olamiz. Suxarini ham 2 xil turidan foydalandim. Bittasi sariq, bittasi oq. Hozir unisini ham video davomida ko'rsatib o'taman. Mana hammasini xuddi shunaqa qilib botirib olib, listga pergament qog'oz qo'yib terib olamiz. Listga xuddi shu ko'rinishda terib olib, pishirishga yuboramiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida 180 gradusda 25 minutgacha qo'yib pishirib olamiz. Xuddi shunaqa oddiy oq suxaridan ham foydalandim. Kabachkalarni tuxumga botirib olib, suxariga botirib, bularni ham xuddi shunaqa qilib listga joylashtirib pishirishga qo'yamiz. Agar panirovочный suxaringiz kamroq bo'lsa, faqat bir tarafini suxariga botirib, listga terib olishingizga ham bo'ladi. Kabachka ham o'ziga yarasha mazali chiqadi. Ustilari qarsildoq, ichlari yumshoq bo'ladi pishganidan keyin. Buni ham xuddi baqlajonga o'xshab pishirib olasiz 180 gradusli pechda. Tepa-pasti yoqilgan holda pishirasiz, lekin juda ham qattiq qilib qizartirib olmaymiz. Rulet qilib o'rashimiz qiyinroq bo'ladi. O'zi bilinadi pishgani. Ustilari qarsildoq, ichlari yumshoq bo'ladi. Shu paytda pechdan o'rasiz. Mana hammasini xuddi shunaqa qilib pishirib olamiz. Yupqa bo'lganligi uchun tez pishadi. Endi bular sovib turgunicha sous tayyorlab olamiz.
Sous uchun mayonez kerak bo'ladi. O'zingizga yoqqan, xohlagan mayonezdan foydalanishingiz bo'ladi. Ichiga 3 dona chesnok bo'lakchasini mayda qilib to'g'raymiz. Kamroq ukropni ham to'g'rab solib, yaxshilab aralashtiramiz. Sousimiz tayyor. 4-5 dona o'rtacha pomidor kerak bo'ladi. Bularni birinchi 3 ga bo'lib olib, keyin maydaroq bo'laklarga bo'lib olamiz. Sovigan baqlajonlarni orqa tarafiga sousimizdan kamroqdan surib chiqamiz. Xohishingizga qarab, salat bargini ham kamroqdan qo'yib chiqib, keyin pomidor bo'lakchasini qo'yib, xuddi videoda ko'rganingizdek rulet qilib o'rab chiqamiz. Kabachkilarni ham xuddi shu baqlajonni o'raganimizdek o'rab tayyorlab olamiz. Hammasi bir zumda tayyor bo'ladi. Endi bemalol dasturxonga tortishimizga bo'ladi. Tarelkalarga yoki salatnitsalarga terib chiqamiz. Bugungi videoyim deyarli tayyor. Retseptim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ayniqsa mehmondorchilikda tayyorlasangiz, dasturxoningizni ko'rki bo'lib turadi. Ham mazasi, ham ko'rinishi bilan hammaga yoqadigan salat bo'ladi. Retseptni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Kanalimga obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Siz uchun eng ishonchli, eng original videolarni joylab boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.